Doimiy komissiya navbatdagi kun tartibidagi masalasi bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tsam, Jondor tumani yoshlar daftari jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi hisobotni Jondor tumani yoshlar ishlari bo'limi mas'ul xodimi Nazarov Fayozjon o'zlarining hisobotlarini taqdim qiladilar. Marhamat. Assalomu alaykum yig'ilish ishtirokchilari. Xabarlaringiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 25 fevraldagi 78 sonli qaror bilan tasdiqlangan yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan ijtimoiy yordam, yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqt mazmunini tashkil etish hamda 5 muhim tashabbus doirasida yoshlarni o'tkazilgan tadbirlarni moliyalashtirish Xalq deputatlar tuman kengashi qaroriga asosan amalga oshirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan yoshlar ishlari bo'limi tomonidan tashkil etilgan turli tadbirlarda hamda yoshlar oyligi doirasida faol ishtirok qilgan yoshlar yetakchilarini rag'batlantirish maqsadida 100 million so'm, dolzarb 90 kunlik tadbirlarda faol etadigan yoshlarni rag'batlantirish hamda tadbirlarni bezash maqsadida 200 million so'm, 5 tashabbus sport musobaqalarining turli yo'nalishlarda g'olib bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish maqsadida 100 million so'm, jami 400 million so'm pul mablag'larini ajratilishidan amaliy yordam berishingizni so'raymiz.